Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizda koreys tili alifbosi o'tilgandan keyin men ularni daftarga qanday yozish, qanday tartibda to'g'ri yozish haqida video chiqaraman degandim. Mana o'sha video hozir o'sha 40 ta harfni hammasini daftarga qanday to'g'ri yozish haqida ma'lumot berib o'taman. Yaxshilab kuzatib tursangiz mana. Birinchi 10 ta unlidan boshlaymiz. 10 ta unli bular qaysilar edi? Mana bu. A, O, O, U, I, Ya, Yo, Yo, Yu, I. Xo'p, bularni daftarga qanday yozamiz? Ko'ryapsizlarki, daftarni bitta katakchasiga ichiga siqadigan darajada yozilyapti ikkalasi. Bu yerda yumaloqcha bilan yozilyapti. Agar undosh harf bilan birga keladigan bo'lsa, undosh harf bilan birga yoziladi. Mana bunday qilib. Ka, na, da, ra. Agar o'zi yolg'iz keladigan bo'lsa, mana bu yumaloqcha bilan. Xuddi shunday yozamiz. A. Xo'p, keyingi harfga o'tsak, bu O harfi. O harfi ham xuddi shunday yumaloqcha, keyin A. Yumaloqcha A harfi. Bu O harfi hisoblanadi. Agar o'ziga emas, undoshlar bilan kelishi mumkin. No, ko, masalan, mo, xuddi shunday yoziladi daftarga. Keyingi harfimiz bu O harfi. Undoshlar bilan birga yozilishi. Qo'shimdosh bilan birga yozilishi. O'shanday. Navbatdagi unlimiz bu U harfi. U. Yumaloqcha, pastda tayoqchalari. Undoshlar bilan qo'shilib yozilishi ku, qattiq p bilan yozilishi yoki ch bilan yozilishi chu. Endi navbatdagi unlimiz bu I harfi. I. Undoshlar bilan yozamiz ki, ti, masalan ni. O'shanday bitta katakka sig'adigan qilib yozsa chiroyli chiqadi, shunaqa kichikroq qilib. Ya harfimizni yozamiz. Undoshlar bilan birga keladigan bo'lsa, ka, ya. Xuddi shunday. Yo harfini chapdan o'ngga, tepadan pastga qoidasi har doim. Shio. Bu shio. Yo harfi. Bo'g'inda undoshlar bilan birga kelishi mumkin. Undoshlar bilan kelgan paytdagi holati. Shio yana. Yu harfi. Shiu. S'dan keyin 6 ta harfimiz bor edi, 6 ta unlimiz. O'shalar kelsa sh deb talaffuz qilamiz degan qoidasida yodlagandiga. O'shanga e'tibor berasizlar. I harfi, miyakli znak. Xuddi men yozgan tartib
yozsangiz yozuvlaringiz to'g'ri va juda chiroyli chiqadi. Mana shunday holatda yozamiz. Hozircha unlilarimiz endi tugadi. Endi undoshlarga o'tamiz. Unlilarni tugatib bo'ldik. Endi undoshlarni qanday yozilishini ko'rib o'tamiz. Undoshlar mana qanday atalishi, nomlarini aytmayman, bilasizlar qanday yozamiz. Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga tayoqcha. Sizlar ham shunaqa daftarga yozishni ko'proq mashq qilsalaringiz bo'ladi. Ko'proq mashq qilish kerak. Yarim betlab, bir betlab bitta harfni o'shanaqa qilib yozib chiqsalaringiz qo'llaringiz ancha o'rganib qoladi. Bu K harfi xuddi shunday. Endi N harfi. N harfini ham N harfi. N harfini endi tepadan pastga, keyin chapdan o'ngga tayoqcha. Tepadan pastga, chapdan o'ngga. Keyin T harfi. Birinchi tepadagi tayoqchasi, keyin pastga va yana yonga. T harfi. L harfimiz. Tartibini ko'ryapmiz qanday yozilayotgan. Keyinchalik yozishga ancha qo'llaringiz kelishib ketgandan keyin mana bunday qilib ketsalar bo'lar. Tezlikda mana bunaqa qilib. Hozirchalik mana bunday yozganlaringiz ma'qulroq bo'ladi. Keyingi harfimiz M harfi. K ga o'xshatib birinchi tushirib olamiz, keyin N ni birlashtiramiz. M. To'rtburchak. P harfi. Ikkita tepadan pastga tayoqcha tushirib olamiz, keyin o'rtadagi mayda tayoqchalar. E'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, harflar katakni to'ldirmayapti, chunki undan keyin bo'g'inda unli harf kelishi mumkin mana bunaqa qilib. Shunda katakni birgalikda to'ldirsa yaxshi bo'ladi. S, Sh harfimiz. Yon tomonga to'g'ri chiziq, o'rtasidan qarama-qarshi tomonga tortamiz. Shi. Xuddi shunday yozamiz. N harfi. N harfi bu yumaloqcha. Yumaloqcha. Harflar bilan, unlilar bilan kelishi, o'zaki holda kelishi, patchimda kelishi, pang, kang. O'shanda yozamiz. Ch harfi. Ch harfi xuddi S harfida, faqat bitta birinchi qalpoqchasi bo'ladi. Mana bunday bitta tortamiz. Ch harfi. H harfi. Ikkita tayoqcha va yumaloq. Unlilar bilan kelyapti. Ha, ho, hi.
harfi qattiq k. Kni birinchi kga o'xshatib yozib olib, o'rtasidagi tayoqchasini tortib olamiz. K. Unlilar bilan birga kelishi. O'shanday. Keyingisi T. Qattiq T. Birinchi T ni yozib olamiz, lekin o'rtasida kichkina chiziqchasini tortamiz. Unlilar bilan birga kelishi. Ta, to. Xuddi shunday. Xo'p. Navbatdagi P. Ikkita tayoqcha, keyin pastki va ustki tayoqchalar. Unlilar bilan birga kelishi. Po, pa, po. O'shanda bu sal chiziqdan u boshqacha yoziladi, mana bunaqa qilib yoziladi. Po. Ch harfi. Ch harfini ikki xil usulda yozsak bo'ladi. Xuddi mana birinchi oddiy chj harfini yozib, keyin bunday tayoqcha qilib qo'ysak ham bo'ladi. Undan tashqari mana bunday qilib yozsalaringiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Ikkalasi ham to'g'ri. Ya bunday yoki mana bunday bitta tayoqcha, ikkita tayoqcha yozib oldik, bunday tushirdik. Kimga qanday qulay, hamma o'ziga qulayini to'g'rilab yozsa bo'ladi. Biz 14 ta undoshda ham yozilishini ko'rib o'tdik. Endi navbat qo'sh undoshlarga. Xo'p, buni qanday yozamiz? Mana bu ikkita k ni sal ingichkaroq qilib katakka joylashtirishga harakat qilamiz, chunki bitta katakka bitta bo'g'in sig'ishi kerak. Unli bilan qo'shilib bo'g'in holatida kelganda, masalan, mana bunday qilib. Masalan, yoki mana bunday qilib. K. O'shanda yozamiz. Ikkinchisi T. Sal kichraytirilgan holda yozsak, katakning ichiga mana bunday bo'g'in holatda sig'adigan qilib yozsak, chiroyli chiqadi yozuvimiz. Mana bunday bo'g'inlar bilan. Keyingi P qo'sh undoshimizni ikki xil usulda yozsak bo'ladi. Mana bunday orasida ozgina farq bilan ikkita p ni qo'shib yozsak ham bo'ladi, yoki 3 ta chiziq tortib olib, keyin o'rtasida chiziqlar tortsak, mana bunday. Kimga qaysi qulay? O'shanday yozadi. Menga mana bu qulay. Men har doim shunday yozaman. Yoki mana bunday. Farqi yo'q, qanday yozsalaringiz ham. S harfimiz ikkitasini mana bunday qilaveramiz. O'rganyapsizlar qanday yozishda. Chni ham xuddi shunday tushirib olamiz. Bu o'zi kelganda sal kattartiramiz, lekin bo'g'in holatida kelsa, unlilar bilan bitta katakka sig'ish qiyin. Mana bunday. Nimaga aynan bitta katakka sig'sin deyapman? Aytganimday, yozuv chiroyli chiqadi. Mana shunday, shulardan iborat edi. Xo'p, bizda endi qaysi qoldi? Diftonglar qoldi. Navbat endi diftonglarga. Xo'p, diftonglarga ham yetib keldik. Diftonglarni qanday yozamiz? Diftonglar ham
Mana bunday e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, ng harfi bilan birga keladi. Yolg'iz o'zi bo'g'imda kelsa, shuning uchun shunaqa qilib yozdim. Endi biz buni undoshlar bilan ham yozib ko'ramiz. Birinchi o'zi diftongi undoshlar bilan mana bu nima h harfiga o'xshab turgan diftongini orasi mana bunaqa ochiq emas. Orasi juda kichkina bo'ladi. Ne, me, o'shanday. Keyingi diftongimiz bo'lsa ye diftongi, ke, ne, me, che, se. O'shanday holatda yozamiz. Yana diftongi. Endi bu yerda panjaraga o'xshash o'rtasida tayoqchasi ikkita buni. Bu ham. Keyingi diftongimiz ye, ye. O'zini shunday yozib ko'radigan bo'lsak, mana bunday yoziladi. Murakkablashgan holatda qo'sh undosh va buni yozib ko'ramiz. Baribir taka-taka sig'adi. O'rganyapmiz qanday yozishda. V diftongi, V. Mana bu yumaloqcha degani aslida u yerda bo'sh joy bor. U yerga undosh harf keladi, agar undosh harf bor bo'lsa degan ma'noda. Bu ham ketdi. V diftongi. Va diftongi. Birinchi o'ni yozib, keyin a tushirilyapti. Aslida diftong qo'shimli, ikki qo'shilishdan hosil bo'lgan. Ko'ryapmiz? Va diftongi. Endi undoshlar bilan kelsa, kva, tva, mua, pva. O'shanday. Navbatdagi vi diftongi, vi, qui, shui, chui, tui. Vo diftongi. Quo. Yozish tartibiga e'tibor beramiz. Tuo, xuddi shunday. Navbatdagi way diftongi xuddi voga o'xshaydi, yana bitta qo'shimcha tayoqchasi bor. Way, quay, tuay, sway, way diftongi. Va eng oxiri bu oy. Mana bu pastki va tepadagi tayoqchalarni razmeri bir xil bo'ladi deyarli. Oy. Do'stlar bilan agar mabodo keladigan bo'lsa, mana bunday holatda ko'p keladi bu so'z boshida.
Bu oy harfi. Mana tugadi. 40 ta harfni hammasini daftarga qay holatda yozishni tushuntirib o'tdik. Yaxshilab o'rganing. Yozuvingiz chiroyli chiqadi. Ko'proq mashq qiling. Iloji bo'lsa, alifboni yodlayotganda mana bu videoni ham ko'rib birgalikda yodlash hamda har bitta harfni mana bunday daftarga yarim betdan yozib chiqish, xuddi shunday qilib harflarni qanday yozishga qo'llaringiz ancha o'rganadi o'shandan keyin. Aha, bugungi darsimiz faqat shular haqida edi. Sog' bo'lingizlar.